Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Options saytida bozorni analiz qilib, zelkalar ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Agar sizlar bu saytda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tib qo'yishinglar kerak. Keyinchalik pul kiritish, pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun. Agar uni tushunmagan bo'lsanglar, bizning YouTube kanalimizda ham videorolik bor. Bemalol uni ham ko'rib, tushunib olishinglar mumkin. Demak, biz profillarimizni hammasini to'g'ri qo'yganimizdan keyin bemalol pul ishlashimiz mumkin. Bozorga kirishimiz bilan bizga xuddi shunaqa grafika ochiladi. Agar sizlarda boshqacha nastroykalar turgan bo'lsa, mana bu yerdan switchga va bu yerdan time frame'larni o'zingizga ma'quliga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Demak, biz bozorni ko'rishimiz kerak. Hozirda bizda yevro USD OTC valyutasi turibdi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Понижающий trend bo'yicha harakatlanayotgan ekan, yaqin o'rtada bozor va pastdagi liniyasiga tegdi, ko'rishinglar mumkin. Uje sekin bozor bizga tepaga qarab yurib ketyapti. Demak, biz haqiqiy valyutni paralarga o'tamiz. Avdo JPY parasiga o'tsak, bu yerda ham ko'rishinglar mumkin. Понижающий trend ketayotgan ekan, hosillarga liniyalarni chizib tashlaymiz va bu yerda aytib o'tganimdek qisqacha koridor ham bor. Bozorda volatilность kichkina, lekin ko'rib turganinglardek sekin bozor bizga pastga qarab yurib ketyapti. Demak, hozir lutchi sizlarga boshidan chizib ko'rsatib beraman. Bu yerda lutchi olamiz, ko'rishinglar mumkin. Bu mana понижающий trend resistance zonasi bo'ladi. Mana shu liniyaga tegib bozor bizga pastga qarab yurib ketishi kerak. Hozir biz sizlar bilan bugungi videoda ko'p emas, bitta valyutni parani analiz qilamiz. 3-4 ta zelkalar ochib, yaxshi foydaga chiqib, keyin bemalol biz videoni stop qilsak bo'ladi. Ya'ni bugungi торговля sessiyamizni stop qilsak bo'ladi. Mana bu yerda aytib o'tganimdek koridor bor. Понижающий koridor bu support liniyamiz, bu bizning resistant liniyamiz bo'ladi. Lekin har doim resistant liniyasiga tegmaydi bozor, o'shaning uchun biz pastga qarab zelka ochishimiz kerak. Tepadagi resistant zonasiga yaqinlashganda. Kelinglar, biz 1 daqiqa, 2 daqiqa, 3 daqiqalik zelkalar ochamiz. Foizga o'tkazsak, balansimizdan 4% summani biz qo'yayotgan ekanmiz. Sizlarga har doim maslahat berib o'tardim. Balansingizdan 2% dan 5% gacha summa qo'yishinglarni, agar undan katta summa qo'yib yuborsanglar, sizlar minusga ketib qolishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek bozor impuls bilan tepaga qarab yurib berdi va hozir bizga pastga qarab yurib berish kerak. Bitta 1 minutlik, bitta 2 minutlik, bitta 3 minutlik zelka ochdik. Agar uchalasi ham bizga plusga yopilsa, общий biz $92 dan 3 marta foyda olamiz. Buni bemalol o'zingizlar hisoblab olishinglar mumkin. $270 atrofida pul bo'ladi. Bitta zelkani o'zidan yaxshigina biz plusga chiqib olishimiz mumkin. Demak, ko'rishinglar mumkin, понижающий trend bor edi. Resistance zonasini va support zonasini chizib ko'rsatdik. Основной agar понижающий trend bo'layotgan bo'lsa, bozor teparoqga chiqqanda, resistance zonasiga chiqqanda pastga qarab zelka ochishlarni tavsiya etaman. Chunki понижающий trend minimumini bozor yengillaydi. Agar повышающий trend bo'lsa, sizlarga support zonasiga teganda tepaga qarab zelka ochishlarni tavsiya etaman, bozor maksimumini yengillashi uchun. Demak, ko'rib turganingizdek impuls bilan pastga qarab tushib bergandi va hozir bozor yana bizga yaxshigina tepaga qarab yurib berdi. Birinchi 1 daqiqalik zelkamizni menimcha minusga yopdi bozor, ko'rishinglar mumkin. 2 soniya qoldi va bizning birinchi zelkamiz minusga yopildi. Bu yerdan yana biz 1 daqiqaga pastga qarab zelka ochib qo'ysak bo'ladi. Bunaqa katta impuls bilan yurib bergandan keyin bozor yana impuls bilan bizga pastga qarab tushib berish kerak. Demak, ikkita zelka ochdik. Bittasi bundan oldingi minusimizni qoplash uchun, ikkinchisi uje foydaga chiqib olishimiz uchun. Demak, agar resistance zonasiga tegib qolsa, biz yana pastga qarab zelka ochsak bo'ladi. Hozirda общий $400lik zelkamiz bizning aktiv holatda turibdi. Biz yaxshigina foydaga chiqib olishimiz mumkin. Videoni boshida ko'rganinglardek $2400 bizning balansimizda bor edi. Demak, videoni oxirida qancha foyda qilamiz yoki zarar qilamiz, buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, ko'rib turganingizdek bozor yaxshigina tepaga qarab yurib beryapti. Bizning 1 minutlik zelkalarimiz yopilishiga 20 soniya qoldi va bozor mana yana bizga impuls bilan pastga qarab yurishni boshladi. Bundan oldingi zelkamiz yopilishiga ko'rishinglar mumkin 12 soniya qoldi. O'z zelkamiz ham bizga bozor plusga olib berish kerak. Mana 3 soniya qoldi. Bizning yana bitta zelkamiz minusga ketdi. Qolgan ikkitasi ham ko'rishinglar mumkin. Bozorda volatilность katta. Bittasi mana yana minusga, ya'ni vazrat bo'ldi. Bizning summamizni vazrat qilib berdi. Qolgan bittasi yana bizga plusga yopildi. Kelinglar, bu yerdan biz yana 1 daqiqaga ochamiz, chunki hozir uje bozor bizga yaxshigina pastga qarab yurib berish kerak. 1 daqiqadan 2 ta 3 ta zelka ochib qo'ydik. Ya'ni bu yerda bozor yaxshigina bizga pastga qarab yurib berganda, yana tepaga ko'tarildi. Endi bizga bozor yana yaxshigina pastga qarab yurib berish kerak. Mana impuls bilan tushishni boshladi. Demak, bizning hozir zelkalarimiz yopilishiga 1 daqiqa qoldi. Biz videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz.
Mana ko'rishinglar mumkin, bitta сделкamiz bizga plusga yopildi, qolgan 3 ta сделкamiz yopilishiga почти plus-minus 10 soniya qoldi. U сделкalarimiz ham bizga 100% lik plusga yopiladi. Demak, balansimizda $2081 bor. Biz hozir hamma сделкalarimiz yopilsa $100-200 biz plusga chiqqan bo'lamiz. Ko'rib turganinglardek, o'sha biz $250 plusga chiqqanmiz. Ya'ni ровно $260 plusga chiqdik. Bozor analizini ko'rdinglar. Hozir bizda sal qiyinroq vaziyat bo'lib qoldi. Bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin, mana mana shu yoqda biz pastga qarab сделкаga kirgan bo'lsak, bozor pastga qarab tushib berdi va bitta tepaga qarab yurib berdi va ko'rishinglar mumkin, уже sekin pastga qarab yurib beryapti. Demak, mana mana shu yashil svichani o'zi bizga bitta ikkita сделкamizni minusga yop berdi. Demak, mana bizani уже support zonamizga bozor tegdi, понижающий trend etib o'tganda, hozir bu liniyani yana sal откат qilishi mumkin, undan keyin yana o'zini holatiga kelib, yana bozor bizga tepaga qarab yurib beradi. Bu yoqda etib o'tgandek bitta chalg'ituvchi switch chiqdi va bizani сделкalarimizni ikkitasini minusga yopib yubordi, qolganlarini biz plusga yopib ko'rishinglar mumkin $250 foydaga chiqib oldik. Demak, biz Telegram kanalimizda ham signallar beryapmiz. Xohlasanglar Telegram kanalimizga ham o'tib olishinglar mumkin. Telegram kanalimiz ссылкасы video opsiyasida bo'ladi. Bemalol sizlar ham o'tib signallar olishinglar mumkin. Bugungi targovli sessiyamiz xuddi shundan iborat edi. Sizlarga ham kirib bitta valyutniy parani olib, mana shunaqa bitta valyutniy parada analiz qilib сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. Ya'ni support liniya, resistant liniya yoki bokovik, треугольник shularni hisobga olib liniyalarga teganda сделкаlar ochishinglarni tavsiya etaman. Agar sizlarga yana ham ko'proq taktika va strategiyalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tez-tez video obzor qilib, mana shunaqa nega сделка ochdik, qanaqa paytlar сделка ochish kerak, shular haqida sizlarga ko'rsatib boramiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar deb umid qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.